Sizni Kashivaskidagi beliq do'konida ishlayotdi deb anglagan. Beliq do'koni taqilib ketgili navaq. Men hozir Yamanzay kentida to'xtamliq dehqon bo'lib ishlayapman. Andaqda. Amin qilgan har bir ig'iz so'zi Kaorining yuragiga pichoq sanchgandek bo'ldi. Dehqon, beliqchilar jafo ichida yashayotsa, yana bir tarafdan xiyonatchi siyosiyonlar bir xilda jamoat puliga so'g'ib qo'ldirini so'zmoqda edi. 20 necha ming ko'y degan oz pul emasdi. U Taka kentining bir yillik qamchotiga barobar keladi. Uni hozirgi pulimizga chaqsaq necha milliardga teng keladi. Nima, Amima? Onunga siz bilan ko'rishib qo'y dedim. Biroq u qarang'i tushkicha ketyapsam bo'lmaydi deydi. U menga unutib qolmay sizga salom aytib qo'yishimni topiladi. Ey, keldimi? Yo'q. U hech kim bilan ko'rishga unimidi. Amina mijoz shundoq. Ishlarni avar qilishni xohlamaydi. U menga degan chaqda men uningga bol kiyib berdim. Yana ozroq xarajat uchun pul berdim. U yig'lab turib oldi. Rahmat sizga. Yenge. Toni bilan Ami kichigidan birga o'sgan yaqin do'stlardan bo'lib, ularning o'ttirisida do'stlikdan muhim bir narsa oshkorlanmay yoshirin saqlanmoqda edi. Kent boshlig'i kengash yig'inini yili undaq deb shikoyat keyniga suribdi. Oxirida kentliklarning besimi bilan 9-oyning 3-kuni bir kun kent kengash yig'ini ochmoqchi bo'ldi. Man qaranglar, shu chaqda hammamiz yig'inga boramiz. Undaqda beliq tutqil chiqmaymizmi? Albatta yig'inni dengizda ochmaydi-da. O bir kunimizga haq berilamdi. Hey, sen nima tushyapsan? Sen uyaga kimni deb olmoqchi eding? To'g'avadigilarning hammasi ziyonkashlikka uchirdi. Hammamiz kent boshlig'ining ekspluatatsiyasiga uchirdik. Bu tarpini tek tushunmadingmi? Ha? Biz ularning gapini tushunmaydik. Bizga uyatdan nima? Bizning berishimiz qarg'uning chiroq yondirib qo'ygandekli ish. Quruqkan asqi. Biz qancha ko'p olsak shuncha yaxshi. Jamoatning puliga xiyonat qilgan sho'yminni o'ltaga o'rnidan so'rab chiruytayli. Shunda qilsak yaxshi bo'ladimi degim? Kent boshlig'i kichkinimdan cho'g'atib tursa, rost shundoq. Undaq bo'lsa ne bo'pti? Men Yoshitaki oilasining to'rigi. Kimki ishimizga daxl yetkazgan. Mayli opam bo'lsin yoki inim bo'lsin, hargiz yo'l qo'ymayman. O'g'il bola gap qildi mana. Moshi ish tufayli ajrashib ketsangiz qanaqa qilasiz begi? Kalva. Xenim ular bilan aloqasini allaburun uzib bo'lgan. Ha, xenim qoltiskan-ku, ha? Amasa bir ilishib kelayli. Beliq naysi bo'lamdi, apkesh bo'lamdi, hammani Sen gapni xato tushunib qopsan. Biz urush qilib olmaymiz. Ha, bu kalvamiz a. 9-oyning 3-kuni tushdan burun soat 9 olmay turib 200 dan ortiq yig'in ishtirokchilari Taka kentining jamoat hamkorlik o'rniga taqib kelishdi. Yig'in sahnasi yig'in zalining udulidagi qo'rining sirtiga o'rnashtirildi. Bu kuni qalayimqanchilikning oldini olish, kishilarning erkin kirib chiqishini to'sish uchun cho'rdab simtor topildi. Sirtdan yig'inga qatnashish uchun kelgan omma bundan qattiq g'azablanib, simtorlarni buzib qo'riga bostirib kirdi. Cho'shi soqchi idorasi amonlikni saqlashga 20 necha soqchini avatdi. Nima bo'ldi? O, ha? Gap qilmaydi u. Shu emas. Endi bo'ldi. Ko'pchilik, teshnilayli. Vaqt to'shdi. Yig'inni hozir boshlaymiz. Bugungi yig'inimizda buxgalterimizning jamoatning pulini to'lab berish masalasi ustida muzokara olib boramiz. Kentimizning asosliq buxgalteri o'lchamga xilof holda sababsiz xarajatni oshirib etib, pulning o'rnini tepib bermaganligi uchun kentimiz nizomining 34-moddasidagi qalaymiqon ishlatilgan hukumat pulini to'lab olish degan belgilamasi bo'yicha mazkur kentimizning asosliq buxgalteri Riyozovaga ziyonni to'latish qaror qilindi. To'laydigan pulning soni 26086,9 mo. To'lashga beriladigan muhlat 15 kun. Agar qarshi fikr bo'lmasa, qaror kuchga ega. Yig'in tugadi.
Sen diye tolu bozak kılma. Yığın ahırlaştı. Qoyil bo'lmagan kent boshlig'iga qarshi a'zolar shu kuni tushdan keyin 500 kishilik yig'ilish o'tkazib, buxgalter Yozavaning raddiyasini angladi. Taysho'nun 13. yılı 1. ayının 9. günü kent başlığı vakitlik 636 koy ağan. 3. ayının 17. günü Riyozova 316 koy ağan. 6. ayının 18. günü kent başlığı vakitlik 3000 koy ağan. 6. ayının 30. günü ziyafet ötküzüş için 160 koy. 10. ayının 5. günü Bularning başlaqlığını kömendiga. Riyozavaning materiali kent başlığının asli kıyafetini üzül kesil aşkarlap berdi. U bu qatim çangılimizden qışıp qutlanmaydı. Ajablanarligi bir hata tilxat mı yokken bu neymiş? Bu onun xiyanet qilishga aplik bo'lsin deb qo'llangan yerisi. Mushunaq qilib, qanchalik yesam yaverman desi kerak. Shunchajik pulni nimaga ishlatgandi? Riyozavaning yozgan tilxati qaraganda, u bu pullarni uyning remontiga, yana saylamga xarajat qilib demiş. ola badxashlik qilib tugitib o'tgan narsa. O o'zini ko'rsatmoqchimi ya? Siyosiyonlar jamiyatning faoliyatiga ishlatib atgan bo'lishi mumkin. Men tag'amni aqlash xiyolda emas. Gaplarga qaraganda ba'zilar shunday ishlarni qiladi ekan. Kim shunday deydi? Dadam siyosiy sohadagilar bek murakkab, hammasining kishilarga degila olmaydigan xiyonat ishi bor deydi. Qandaqli bo'lmasin, u xiyonatga kirdi. Bu jinoyat o'tkazganlik-ku. Albatta shunday bo'ladi. Bana gapni ko'ring. Ular Chibanayısını ağan en yuqur bajni merkezdeki siyasi partiyalar berdiken de ular bizni kun kögül koyamdı yok. Yaxshi bo'pti, bek yaxshi bo'pti. Buning ta'mi jazman yaxshi bo'ladi deyman. Oyek. Yaxshimisilar? Kechtiribsiz. Kichik begim o'ydimi? Bugun hajam isib ketdi. Bek isib ketdi. Sizni avar qildik. Yaxshimisiz? Ha. Bugun jamoat ishlar idorasida qalaymiqanchilik yuz beribdi. Qalaymiqanchilik? Anglasam, Nakanot kent boshlig'ining o'rindig'ini sundirib yetibdi. Nakanot o'nigunki yig'inning xotirasini tekshirmoqchi bo'lib berdi ekan. Kent boshlig'ining o'rindig'iga ko'z tushib, birdilla o'g'iz qaynab o'rindig'ini qo'rg'iga tushirib yetibdi. Kent boshlig'i nima debdi? O ilm yo'q ekan. O'rindiqni opqonga mas'ala hal bo'lamdi. Uni hukumatning mulkini buzgan deb arz qilishi mumkin. Hey, bugun akşam Indo-Jibutxonasiga keling. Nechimiz birlashib buningga taqobil turadigan amal tepib chiqaylik. Ma'qul, uqtul. Diqqat qiling. Qarshi tarafning odamlari ko'rib qolmasin. Ma'qul. Ma'qul amsa. Men qaytay. Xo'sh. Sokchi. Bu Indo-Jibutxonasining boshlig'i qilayotgan ishmi? O g'ayratli odam ekan. Meningcha zo'ravonlik ishlatmaganlar yaxshi. Bu kuni kecha Indo-Jibutxonasida kent boshlig'iga qarshi kengash a'zolarini asos qilgan 12 kishilik yig'in taqobil turishning choralarini muzokara qildi. Bu keyincha Taka kenti vaqasida Indo-Jibutxonasida ochilgan maxfiy yig'in degan nomlar bilan ataldi. Bu 9-ayning 4-kuni, ya'ni Qamarining 7-ayning 12-kuni, ya'ni Magnoliya bayramining oldingi kuni oqshimi edi. Olamdan o'tganlarning oilasidagilar mehmonlarga taqdirlanadigan marhumlarning ro'yiga atab pishiriladigan tortlarning hozirligini qilyotdi. Xayrli kash. Bir ish bo'lmaganda. Ish bo'lmadi. Sokchi o'ydimi? Bir ish bormidi? O'ydi bormikin deb so'rab baqdim. Sirtqa chiqib ketdi. Na ketdi? Men nadim bilay. Xonim bilmam ekan. Men bilmayman. Bilmayman degan qanday gap?
Çoğamla bilen qaraq ishga ketdimikin? Ha, men qayerda deb so'rayapman. Qiziq, So'kichi çok cho'ng bir odam. Lazım bo'lsa o'zinglar izdanglar. Сақчы дарысы кентtiklarni qo'zg'alib ketmasin deb kecha kunduz charlashga soqchi qo'ygan edi. Kaori ilgari soqchida tutib turgan bo'lg'achqa, ayni yillardagi ashu ish yodiga kelsila, uning butun a'zoyini titrab bosatdi. U ko'nglida bir ish chiqib qolmasa ekan deb tilaydi. Akşam bekkeş kaldın go. Fikirde birlik kelemeydi. Qandaq fikirler düştü. Kengash a'zolari uni xizmatidan istifa berishga qistayli da'vatidi. Biroq Simoto bunday qilsak uning pek oson to'xtaydi. Agar kent boshlig'i ommaning fikrini qabul qilishga unamasa, ammo qo'zg'alib uyiga bostirib kirayli dedi. Keyin qandaq qaror keldinglar? Yana mundaq loyihami bor. Uni ikki bosqichga bo'ldik. Ikki bosqichga? Mundaq. Avval kengash a'zolari bilan ammo jamoat ishlar o'rniga vakolatdan unga nasihat qiladi. Agar qo'shilmasa, ammo harakatlanib uni uyiga bostirib kirdi. Zo'ri tepilsa, uni amaldor o'rindig'idan so'rab tushiradigan bo'ldi. Qachon başlaysizlar? Magnolia bayrami kuni. Deminishdan foydalanibmi? Shundaq. Bu taklifni men berdim. Magnolia bayramida dengizga chiqmaymiz. Bu kunda odamlarni yig'moq oson. Bu bizga muvofiq kelgani bilan Butxonning kirimini tushirib etadi. Bu eng ko'p kirim kirdigan mezgil. Hazratim kulib ketib, bu mu savob ish. Bu tarafini Sahyamomo kechirdi dedi. Qiziq odam ekan u. Teştiripsiz. To'g'ri. To'rdukning telefon berib etay. Tunugun kechdan boshlab Sokichi kam so'z bo'lib qoldi. Gap so'rasa to'to'tlab turadi. Kaorining to'y qilgandan buyongi bu eng oz uchragan so'q muomaladan ko'ngli intayin yerim bo'ldi. Ayning 6 kuni Qamariya yili hisobida Magnolia bayrami edi. Bu kunda baliqchilar dengizga chiqmay Togavada arvohlarning ro'yiga atab nazarchiroq o'tkazadi. Ham yaxshi hardi qiladi. Yaqindan beri hajab jimib ketdingiz-ku. Kecha kunduz chepib yuribsiz. Nega bordiganligingizni so'rsam suvan surmaysiz. Bu ayollarga munosabatsiz ish. Biroq men xotirjam bo'la olmayapman. Xotirjam bo'la olmayapman? Chiroyingizdan biror voqea yuz berdiganligini sezib turibman. Men mangay. To'xtang. Meni kent boshlig'ining tuqqini deb menga ishonmayapsizsiz? Men nemish sizga ishonmagidakman. Siz meni xotinim tursangiz. Andaqda nemishqa menga rost gap qilmaysiz? Nemish tushunmaydigansiz. Men sizga yaxshi bo'lsin deyman. Kent boshlig'i har qancha yomon bo'lsa-mu, sizning cho'ng otingizda. Mohiyat jihatda buni to'g'ri tushunganingiz bilan, hissiyot jihatda buni ko'tarolmaysiz. Mendan g'am qilmang. İkimiz mangu bir-birimizdan ayrilanmaymiz. Agar siz ashundoq o'ylaydigan bo'lsangiz, mening yuragim texim azoblanadi. Tushundim. Bundan keyin har qanday ish bo'lsa oldi bilan sizga xabar qilaman. Nega borsiz? Kent jamoat ishlari idorasiga odamlar shu yerda yig'ilmoqchi. Kent qurultiyi kent boshlig'ini darhol istifa berishga istamoqchi.
Qural ishlatmaydigansizlar. Xotirjam bo'ling. Planchilarning hammasi shu yerga yig'iladi. Kavori. Bu ishda meni to'smang. Bir mezgil. Tishingizni tishlab turing. Nakano efendi. Kechirsiz. Ertaga soat 9'da Cho'shi soqchi idorasiga bir kelib ketgan bo'lsangiz. Nima ishlatdi? O'lishkinki davlat mulkining buzg'unchilik uchirganlik masalasini egallab boqayli degan. Kent boshlig'ining elishganda bu. Bu mendagi yangi yutib keldi. Avval kent boshlig'i tush kerak. Xo'p, Chaqsan bering. xo'p. Nakano. Nakano. Hop. Nima bo'ldi? Men uni to'sib olib, tazitladim. Yolg'iz o'zingizmi? O bek takappur nima ekan? Istifa berish bermaslikni haq belgilamaydi deydi. Qarang, bu uning nimdigini? Ablah. Sizni saqchi chaqirib deb anglayman-ku. Bu jazman kent boshlig'ining qilgan ishi. Bu ishqa Iran qilmayli. Uning bo'lmaydi. Yaxshi bir taraf qilinmasa, qo'lga olinishingiz mumkin. Kanatdagilar saqchilarning sizni so'roqligini anglasa, tayyorlanib qoladi. Undaqda bo'lmaydi. Ammani ming bir mushaqqat kent boshlig'ini yo'qotishga harakatlantirdik. Ularning bu qizg'inligiga so'z so'zib ishga bo'lmaydi. Kechiringlar. Hammasi mening yengil taklifimdan bo'ldi. Biz endi o'ylanib o'ltirmaylik. Endi qo'zg'alam ko'taraylik. Qo'zg'alam ko'taramiz. Bugun kashli harakatni boshlaylik. Kent boshlig'ining uyiga hujum qilish javobgarligini mana men ustimga olaman. Biz bu darajaga yetganda mush amalni qilmaymi bo'lmaydi. Bu ishqa men mas'ul bo'lay. Yo'q, bo'lmaydi. Halqiliq paytda yaxshisi sizlar 4 nafar kengash a'zosi o'ynab ko'ringlar. Bu harakatga qatnashib qo'ysanglar, kengash a'zolik salohiyatlardan ayrilib qolsizlar. Kent boshlig'i xizmatidan iste'fo bersa, Taka kentining ma'muriy ishlarini rad etishni sizlarga tayinlab epamsaq bo'lmaydi. Siboto. Men bu harakatga qatnashishni talab qilaman. Bo'lmaydi. Bugun kechki hujumga men qo'mondonlik qilay. Bu vazifani men topshiringlar. Vaqti kelsa, kanatdagilarni yig'alamsiz. Yig'aman. Oz degandimi, Tugavadan 100 odam keladi. Tony. Ami ketdi. U siz bilan ko'rishmasam bo'lmaydi deydi. Ami. Yaxshimisiz? Sal yadab qapsiz. Sizni to'xtamliq dehqon bo'lib ishlayotdi deb angladim-ku. Ahvolingiz ancha yaxshi emas o'xshamamdi. Mening bu gaplarni so'zlab bergim yo'q. Shundaqmi? So'rab yomon qildim. Apangiz yaxshi turib Tag'amniki turib turib saqsiz bo'lib qoladi, turib yaxshi bo'lib qoladi. Mundaq bayramlik fursatiga erishmak tez. Endi uyga berib o'tirib ketdim bo'lamdi. Tunogim bordi. Akangizga qabrisiga bordingizmi? Sizlarning uy bek kichik, yotqidak ham yo'q. Bugun bizning uyda qo'nib keling. Nima ishqa? Hojati yo'q. Elimiz siz bilan yuz ko'rish vaqtimga men qadri shukri. Nima deydigansiz? Mayli bo'pti. Biz amsa Takanurajiga berib usul o'ynab kelaylik, bo'lamdi? Yo'q. Nima ishqa? Kishilar sizni mazoq qiladi. Men boramayman. Nima ish mazoq qilgandek? Kiyimlarim toza yaxshi emas. Bir obdan yaxshi turmamdi. Ami. Hech kim sizdek o'maq emas.
Vah! Yeni kiyip acayip chiroyli bo'ladi ekan, ha? Bu degan beliqchilarning ordeni. Dengizda o'solag'an chaqlarda buni kiyim kep qoladi. Bununla ben erişelemem mi? Ha, sen kalsız herkes erişemezsen. Sen mi? Sen to'la karsız degan gapni qilavermayjimi? Senin bu gapni anlığın yok mu? To'g'ri deding. Albatta anlig'im yo'q. Münafık. Bolqunlar. Ne görsüler? Haka foracı butxansiga. Sen bilan urushgan heliqi joyga. Usul o'ynoqli bor ekanmizda. Shu chaqda bizni begim to'sib olmagan bo'lsa, bu kamga do'zaxda yuratding. Uqdingmi solsang? Bu gapni xato qildik. U Magnolia gulning izqusini keyni kirib bilib, bu dunyoga, ya'ni kelevilishi mumkin, ha? Men emas, bu. Yaxshi, haminglar bakansizlar. Bugun kecha hech narsa bo'lmanglar. Uyinglardan chiqmanglar. Ma peshkanlikni, nimishqa? Begim, bu bayram yılda aram bir kıtım keledi. Shu emasmi? Buni bilaman. Neymiş ba? To'qmoq bo'lsinmi, apkash bo'lsin bo'laverdi. Taqib qo'yinglar. Uqdinglarmi? So'qish qilib boramdoq. Xo'jayin, xotirjam bo'ling. Acaba kakrak kettin ko? Bayramda so'qsa qiziq bo'ladi. Raqibimiz kim? Hozircha tegilolmaydi. Yadinglarda bo'lsin, soat 9 yo'lga chiqamiz. Bu ishni hech kimga demanglar. Ma'qul. Urush desa, titkishib ketyapsan ko. Qarabni. Yig'ilish bo'ladigan ishni oshkorlashga bo'lmaydi. Qo'zg'olonning xabari maxfiy yetkazilyotdi. Bu xabar Sonero, Akayoki, Kadan, Taka kentlariga yetkazilgan edi. Kaori hanım, ıskıladık kişiler bugün başkaçıl bolup kaptı. Neymiş yoktu? Ula uruş kılıp aramış, elem göz kılgan okşaydı. Undaq emasdi. Rastını şunda. Tez berip hocayını haber kılın. Tez bula. Bu ishni Kaori hergiz uqmasin. Hey. Haman bir gün okudu. Keyin uqsin mayli. Bu gap mu to'g'ri. Anlab qalsa, ko'ngli yerim bo'ladi. Chunki nishonimiz Kaorining cho'ng'atisida. Uni o'ltirib etmaydigansizlar. Siz bormang. Hamma gapni angladingizmi? Kechiring. Sizdan o'tinib qolay. Hergiz so'ravollik ishlatmanglar. Ishni gap bilan hal qilinglar. Chiroyli gapga ko'nmayotmamdi. Unda qilsanglar qo'lga ilinsizlar. Men ideyada tayyorlab qilib qo'ydim. Bir qiyirga qurol taqlashning nima ajiti? Kent boshlig'ini o'ltaganga kentning ahvoli yaxshilanib qolamdi. Bizni qilmoqchi bo'lganimiz haqqani ish. Siz bu ishga bosh urmasangiz boshqa odam yo'qmikan? Karomati bor odamlar ko'p-ku. Boradigan. Faqat malla emas. Bugun kecha 200 dan ortiq odam bordi. Kaori, ansiravatqanligingizni tushunaman. Lekin erlar bundaq ahvolga yo'liqqanda kayniga yanolmaydi. Gapim kirib bormang. To'g'avadagi beliqchilar odatda yuqori bosh to'lab kelyapsa, aksicha kanit boshlig'i bizning og'zimizga qum tiqayotdi. Biz bu qisasda olmasak bo'lamdi. Agar siz boraman deb turib andaqda men qanday qilasiz? tog'amga deyman. Bu kalma. Yana bir tapaqa. So'kichi qo'lini tat. Agar men satqinlik qiladigan bo'lsang, uydan hozirla chiq. Sen bilan ajrashma. So'kichi. Olta. Bo'ldi gap qilma apa. Bo'lmaydi. Uydan xoyin chiqsa, korimiz bo'lmas bo'lamdi. Mening ishimga aralashma. Men satqinlik qilay demedim. Kent boshlig'iga deyman dedim-qamsa. Yo'q. Xiyolim uni qochirib etish emas. Sizni jinoyat
hayat ötküzüştün. Saklap kılış. Sizden ötünüp kalay. Açışımın demem. Beni hain mi demem. Ben Yuştaki Sokçinin ayarı. Eğer siz beni öydün kollap çıkarsanız benim baracağım yok. Benim günahımdan keçin. Qarab turmay gap qil. Sizni urmasligim kerakdi. Xotirjam bo'ling. Men qarisiga ish qilmayman. Acıp dur deme acıp dur. Odam to'liq chiqimsan lacho. Odamlar taqoldimi? Taqoldi. Chiqqanda bilinib chiqinglar. Kaltak to'qimoqlarni haq ko'rib qolmasin. Saqchiga uchrab qolsanglar, gap qilmay jim turinglar. Uqdinglarmi? Uqdiq. Xo'psan bo'lib olinglar. Nega bormiz? Efimitiga. Nima? Efimitiga? Soat 10da yig'ilamiz. Harakatni andin boshlaymiz. Gap aniq bo'ldimi? Kamiganlar xizmatdan haydildi. Uqdinglarmi? Uqdiq. Hay, cho'ng. Nima bo'ldi? So'qishdan avval ozroq ichib olsaqmikin deyman. Ko'nlarda haraq odamning yuragini yo'g'ontadi deydigan gap bor. Baqol. Kishi aroq qilib elinglar. Bu ishni ma'lum tushuninglar. Taqo'gandan keyin bir-birlab chiqinglar. Tafsil ahvolni taq chiqqan o'qisizlar. Bu kuni kecha Taka kentining yanidagi Efemi teg'ining cho'qqisiga yig'ilganlar asosan uning yaqin joydagi Togawa kentining beliqchilari edi. Ular taxminan 100 dan oshadi. Ba'zilarning deyishicha 250 odammish. Ularning muddaosi kent boshlig'ining uyiga hujum qilish edi. Biroq ularning ichidagi bir qism kishilar g'arq mas bo'lg'achqa o'zining nima qiladiganligini bilmaydi. Nimda shig'aversiz. Qanday gap bo'lsa o'g'li deyver. To'xtamliq ishchi bo'lish oson emas-ku deyman. Tony. Meni bag'ringizga besing. Ami, Bu oxirgi kecha. Men endi sizni ko'ramayman. qanday deysiz? Uni so'rama. Yordam kerakmi? Ami, Shu topda men bag'rimizga bossangiz bo'ldi. Ami. Hey? Qaranglar bu ishkisiga. Muhabbatlashibdi. Hey, Tonyga bu. Yordam kerakmi, ha? Hey, ne bo'ldi? Chiqinglar oyoqqa beringlar. Ami,
Ne bo'ldi? Biz paranglashib o'tirgan. Amina uydagilar terpirang bo'lib ketibdi. Sen bilip paranglashadigan vaqtim yo'q. Men bilan yur. Ha? Biz kent boshlig'inikiga urushga boramiz. Ami, sen begimlikni saqlab tur. Bu yetemi? Yete. İş beceriş orunda may qağaz bağı dayman. Tayarlap koyunla. Xo'p. Su'i. Hop. Iskilatda iş kuylaydigan damba ep çık. Maqul. Sizningcha yaralandiganlar chiqami? Çıkıdı. Uruşudigan tursa. Kaori. Dengizde beliq tutuş, uruş bilen hiç farqlanmaydi. Keminin astı ayni dozaq. Canını tikip koyup beliq tutimiz. Onun aldıda bunchilik iş nimeti. Yatağını keldi. Araba kepti. Kene, kilola. Yatağını. Arak beni, arak. Arakın kene. Mana? Şöyle. İş bak. Aval. Şoğam. Şoğam sen şey. Makul ben iş bak. Aval sen için. Mana. Koy bire, ha? Mana. Akıt şoğam sen. Adak ya. Uy, ne oldu? Ne mi bu evde? Ne oldu? Ağzını titmedi mi? Ahmak bu açık su kan bu. Açık su mümkün emez. Oldu. Cideleşmala. Hazır Smota Efendi söz kılıdı. Köpçülük, tinişsin ola. Teştirunla. Bu hareket şunçacık adamın katlaşkanlığından körü bilişki buludu ki şu yemin halk raydın düşüp kaldı. Doğru! Bizden sevir taktımızdan çekip ha. Bu kişini adam katardı kömeydiğen şu yeminni. Xuda cazalaydiğen fırsat yetip geldi. Alayım. Bizden işlerimiz hakkani. Biz hazır şu yeminle üyge hücum kılışını başlaylı. Onun tam tosaklarını buzuversek hiç kısı yok. Bunun kadar Simoto mesul. Lekin herkes adamını yarlandırıp koymanla. Herkesin bakmayın. Kulak silinglar. 10 minut ötkenden keyin şu mufi butxonasi qo'ng'iroq chaladi. Qo'ng'iroq chelishi bilanla hammanglar Alga! Kech soat 1 bo'lgan edi. Bu qitimqi zarba berish harakatiga qo'mondonlik qiluvchi Simoto qatorliq rahbarlar bu voqeaning bundoq kengayib ketishini soatli o'ylamagan edi. Ay, voy Xudoyim, ko'zingizni eching. Bu ovozni anglang. Neymiş bo'ldi? Qanday qilamiz? Acele atrepke. Tez bol. Endi bo'lmadi. Oyoqqa qachayli. Yami bo'lmaydi ekan. Meyakmi qo'layli. Asta, quvata. Hadi qara. Ayak kaçtı. Yok, kış gitti. Şuraya kış gitti. Çaka. Çaka. Ayak kaçtı.
Hacı koymala. Hacı. Hacı koymala. Sapını olacak. Sapını kurula. Bozkırınla. Kongurak şirildi. Tez git ola tez. Bulunla. Tez git ola tez. Bulunla. Tez git ola tez. Ayaka. Tez. Bulunla. Ayak kaçtı. Çatsan. Onu kokla. Çatsan yetişmiyorlar. Tez. Zarba berish harakatiga qatnashuvchilar ichidagi bir qismlar ziyoda hayajonlanib ketkichilar kent jamoat o'rniga bostirib kirdi. İçildi. İşlik gitti o. İşki açman da pika ağır olup gitti ben. Ya doğru. Sen yol başla. Bunu ben başlandım. Bakın. Bu ne? Asta. İş kandak gel. İşini ben açay. Açay. Atmaptı o. Akil ola. Ben buradan hardığım neyle ola. Yüzü bol. Buna beşimi yerip koymağı yeme. Neymiş kaçtı? Topta. Vurdun sen. Bu ommaning ochig'i kelganlikdanmi yoki haroqning kuchidanmi aytavur ular kayni-kaynidan kent boshlig'i tarafdorlaridan bo'lgan kengash a'zolarining uylariga hujum qilishdi. Bu qatimqi qo'zg'olonning yadro kuchi Togawa sohilidagi beliqchilar edi. Ular o'z joylariga qaytib kelgandan keyinmi ochig'i chiqmay, ya'ni kaynatilla o'z kentida o'ltiraqliq 4 nafar kent boshlig'i tarafdorining uyiga hujum qildi.